Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men tarix fanlari doktor Azimxo'ja O'rtaxo'jayev. Bugun o'tiladigan mavzumiz arab xalifaligi yurilishlari davrida Turon ikkinchi qismi hisoblanadi. Bu mavzu bo'yicha uchta reja ko'rib chiqiladi. Birinchisi Qutayba ibn Muslim harbiy yurishlarining boshlanishi, ikkinchisi Xorazm va So'g'dning egallanishi, uchinchisi Choch va Farg'onaning egallanishi deb ataladi. Siz bilan bizga ma'lumki, arab xalifaligi qo'shinlarning Movarounahar hududlariga, Xuroson, Movarounahar hududlariga kirib kelishi bu bevosita Turon hududlari bilan bog'liq. Bu jarayonda avvalambor demak 654-yildan boshlangan yurishlar, harakatlar va unda ishtirok etgan shaxslar haqida manbalarda ko'plab ma'lumotlar uchraydi. Xususan Abdulloh ibn Amr, Ubaydulloh ibn Ziyod, Said ibn Usmon, Salmo ibn Ziyod kabi arab qo'shinlarining rahbarlari, sarkardalari, arab xalifalik qo'shinlarining rahbar va sarkardalari Movarounahar hududlariga dastlabki yurishlarida e'tiborni islom dinini tarqatishga emas, balki bu hududlardagi boyliklarni talon-taroj qilishga, unga egalik qilishga qaratganligi butun manbalarda aytib o'tilgan. Hozirgi paytda ayrim olimlar ularning dastlabki yurishlari bu islomni tarqatish bilan bog'liq degan qarashlar mavjud, lekin bu qarashlar manbalarga to'g'ri kelmaydi. Manbalarda esa bevosita o'sha talonchilik yurishlar haqida gap ketadi. Islom dinini tarqatish esa u davrda birinchi o'rinda turmagan. Ya'ni birinchi o'rinda mana shu hududni o'rganish, uning boyliklariga egalik qilish va xalqni asta-sekin itoatga keltirishdan iborat bo'lgan. Va bu o'lkadagi harbiy siyosiy vaziyat o'rganilgach, bu hududdagi turli madaniy, tarixiy viloyatlar, ya'ni o'lkalar o'rtasidagi o'zaro kelishmovchiliklar, turqoqlikning kuchsiz holati hammasi o'rganilgandan keyingina arab xalifalik qo'shinlari oradan 50 yil o'tgandan keyingina mana shu hududlarni endi islomga kiritish rejasini ishlab chiqadi. Bu islomga kiritish rejasida avvalambor Qutayba ibn Muslimning sa'y harakatlari katta bo'lgan. 704-yilda Qutayba ibn Muslim Xuroson noibi etib tayinlanadi. Avvalambor noib tushunchasiga izoh berishimiz kerak. Arab xalifaligi davrida arab xalifaligi o'zi egallagan hududlarda, viloyatlarni noiblar orqali boshqargan. Va bu noiblar mana shu hududlarni bevosita ma'muriy boshqaruvga, harbiy holatiga javob bergan. Va bu hududlardan tushadigan xiroj, ushur kabi turli o'lpon va to'lovlarni markazga, Bag'dodga yetkazib borishga, ya'ni Bag'dod va Damashq shaharlariga yetib borishini ta'minlab turgan. Movarounahar esa bu o'rinda eng boy hududlardan biri hisoblangan. Shu bois ham bu yerda demak xalqni itoatga keltirish va boylik egallash bilan bo'lgan bog'liq jarayonlar hammasi osonlikdan kechmagan. Jangi jadallar, demak harbiy harakatlar kuchli bo'lgan. 706-yilda Qutayba katta qo'shin bilan demak o'sha bo'ysunmagan, itoat qilmagan Movarounahar hududini bo'ysuntirish uchun harakatga tushadi. Sababi Movarounnaharning o'sha aholisi azaldan erksevar bo'lganligi uchun ham arab xalifalik qo'shinlariga jiddiy qarshiliklar ko'rsatib keladi. Bu qarshiliklarni avvalambor biz qayerda kuzatishimiz mumkin? Bu qarshiliklar Sug'utda, To'g'ristonda, nisbatan Xorazmda, Chochda, Farg'onada kuzatiladi. Ayniqsa Buxorodagi qarshilik harakatiga Buxoro malikasi Qavash xotini va uning farzandi Tuxshoda rahbarlik qiladi. Sug'utdagi qarshilik harakati esa Sug'ut podsholari Tarxun, Gurak va Panjkent shahrining amiri, Panjkent shahrining hokimi Divashish rahbarlik qiladi. Bu harakatlar jarayonida arab qo'shinlari jiddiy talofatga uchraydi. Mahalliy, demak, Sug'diylar, Xorazmiylar, Choshliklar, Farg'onaliklar esa o'zlarining doimiy homiylari bo'lgan turklardan yordam so'raydi va turk qo'shinlari bilan birga arab xalifalik qo'shinlariga turli joylarda katta talofatlar yetkazishga muvaffaq bo'ladi. Ayniqsa mana 710-yilda Shuman, Nasaf, Keshni egallashda Qutayba jiddiy qarshilikka uchraydi. 712-yilda Samarqandni egallashda u jiddiy qarshilikka uchraydi va Samarqandni egallagandan keyin Tarxun, Samarqand Tarxun o'ldirilgandan keyin uning o'rniga kelgan demak Gurak bilan Qutayba o'rtasida Samarqand shartnomasi 712-yilda tuziladi. Ayni paytda Qutayba Xorazmga yurish qilib, Xorazmda Xorazmshoh Xurshod bilan Qutayba o'rtasida ham shartnoma tuzilishiga
Qutayba Mamatov bilan, Qutayba turli nayranglar va turli yo'llar bilan mana shu xalqlarni o'ziga itoat ettirishga harakat qiladi. Kuchi yetmagan joylarda nayrang ishlatadi, kuchi yetgan joylarda esa asosan qilich kuchi bilan bu xalqlarni o'ziga bo'ysuntirishga jiddiy urinib ko'radi. Endi bu davrda o'sha bizdagi milliy ozodlik harakati deymiz, ya'ni milliy ozodlik harakati yetakchilari haqida ham gapirish kerak. Bular haqida gap ketganda avvalambor biz o'sha Buxoro malikasi Xabash Xatun, Sug'ut podshosi Tarxun, demak uning ukasi bo'lgan Gurak hamda Pajikent shahri viloyat hokimi Divashtish, shu bilan birga turk xoqonlari bo'lgan o'sha kursullarni Suluxonlarni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Mana shu shaxslar arab xalifalik qo'shinlariga jiddiy talafot yetkazgan shaxslar hisoblanadi. Avvalambor bu harakatlar haqidagi ma'lumot beruvchi asosiy manba bu Mug' arxivi hujjatlar hisoblanadi. Mug' arxiv hujjatlari demak 1934-33 yillar, 33-34 yillarda hozirgi Tojikistonning Panjkent shahri atrofida muqqalardan topilgan. Mana shu yerda o'sha Divash arxiv hujjatlarida arab xalifaligining Movarounnahrni egallashi u bilan bog'liq jarayonlar batafsil bayon etilgan. Endi 704-yilda Qutayba noyib tayinlangan bo'lsa, bu davrda demak Qutayba tomonidan 705-yilda Balx egallangan. Undan keyin esa Poykent shahri, Nasab va Kesh shaharlari, Xorazm, Samarqand, undan keyin Choch va Farg'onaga qarab yurishlar bo'lgan. Choch va Farg'onada ham jiddiy qarshilikka uchragan. Hatto Farg'ona podsholari Alutar larga jiddiy talab etkazishga muvaffaq bo'lgan. Qutaybaning o'limi ham bevosita Farg'ona voqealari bilan bog'liq hisoblanadi. O'tadigan mavzu shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa kutib qolamiz.